Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022-yili 2-oyning 25-kuni juma. İki haftada bir qatim chiqadigan videoni boshladim hozir. Bu haftadagi eng cho'ng xabar tunugun, ya'ni 24-sla tong saharda Rossiya Ukrainaga umumyuzlik hujum boshladi. Bu hozir xalqarada pek cho'ng xabar bo'lib ketdi. Ehtimol aslan ko'p angladinglar bu haqda. Muşaqda azraqcha sizlarga tushuncha berib qo'ydim. Bu ish qanday ish, nereden nergacha boradi degandek masalalarda. Dastlabda biz ba'zi orqa ko'rinishlik ishlarni bilishimiz kerak. Ukrainaniki askar soni 361 mingga. Ukrainaniki Rusiyaniki 900 ming askari bor ekan. Bu qatim hujumga ishlatgan Rusiyaniki askar soni 150 ming bilan 190 mingning oralig'ida deydi. Shu kishilar tanka, mashinaniki shundan sanab yurib osmondan mo'ljallangan son shunchalik. Dastlabda Ukrainaniki ikki o'lkasi ruslar asosiy o'rinda turadigan, rus nopisi asosiy o'rinda turadigan ikki o'lkasi Luhansk va Donetsk deydi. İki o'lkasi mustaqillik e'lon qildi. Buni Rossiya birinchi bo'lib chiqib, bularni e'tirof qildi bu ikki o'lkani. Dastlabda ular shu ikki o'lkaniki mustaqil bo'lgan o'lkaniki bexatarligini qo'llaymiz deb askarni shu yerga kirgandek qilib dunyoga Putin bizniki bu qatim Ukrainani umumyuzlik besib olish planimiz yo'q bu degandek gaplarni qilib kishilarniki dunyoning ko'zini bo'ygan, lekin tunigan atganda umumyuzlik hujum boshlab uch tarafdan sharqdan Rossiyadan kirdi, shimoldan Belorussiyadan kirdi, aniki janubdan Qora dengizdan kirdi. Uch yerdan kirib asosligi havo armiyasi, andikin jihatdan etilgan boshqarilgan bomba mush orqali Ukrainaniki harbiy baza va havodan mudofaa qilish bazalarini portlatish ishlarini qildi. Undan burun tor hujumi boshlab Ukrainaga Rossiyadan ularniki xabarlashish, harbiy qo'mondon markazlari, aniki bank sistemalari qatorliqlarning hammasini vayron qilib ekan. Torlarini ishlamas qilib etgan dastlabda. Shu chog'lardan kishilar bo'lib Amerika Ruslarniki umumyuzlik tajovuz qildiganligini aytgan. Bu ishlar yuz berdi. Bu yerda qiziqarli bo'lganligi yana birisi tuniga atganda 24 atgan tong saharda 1:55 minut o'tgan vaqtlarda Putin bir qatim televizorda so'zlab dunyoga bir alayda harbiy harakat olib borganligini jakoladi. Hamda ataytin biz Ruslarda yadro bombasi bor, buni aslan chiqarib qo'ymanglar. Agar kimki bizni to'smoqchi bo'ldi ekan, biz ularga nayt qaqshatquch o'ylab baxmagan darajada zarba beramiz degandek bir qism popozlarni qilgan. Nima uchun bu vaqtni tanladi desanglar, shu vaqtning o'zida BDTniki bexatarlik konsili, doimiy komitet a'zolariniki jiddiy yig'ini bo'lib o'tibdi ekan. Shu yig'in boshlanib 15 minutdan keyin Putin so'zlabdi. Shu yig'inda ikkilarga qanday qilib bu ishlar mashaq bo'ldi. Ish qilib Putin qip-qizil yolg'on so'zladi. Bu Ruslarniki bunday yolg'on so'zlashi birinchi qatim emas, burun tatib bor, bu ish ikkinchi dunyo urushidan bo'lgan. Bu qatim shundoq. Endi bu qatimki bu voqeada nurg'unlarimizning ko'ngli balki yerim. Nimishqa deganda Uyg'urlarniki dadixil yetib ashatdi. Bo'libmi shu Xitoydagi qishliq olimpik boshlangandan keyin Uyg'urlarning xabari dunyodagi eng oldin qatordagi xabarga aylanib ketgan. Nəhayət ko'p maqolalar chiqib har kunisi Xitoyni dunyo Uyg'ur masalasida ayblab ish qilib, Xitoy to'g'riq gap bo'lsa-lamkin Uyg'urlar cho'qim tilga ilingan, Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchiligi Uyg'urlar duch kelgan, irqiy qirg'inchilik cho'qim tilga ilingan mana bir vaziyat shakllangan. Ammo to'satdan maosh chiqdi. Bu ish albatta Xitoyga yana foydali. Mushning munosabati bilan hozir endi dunyodagi birinchi daraja xabar Ruslarniki Ukrainaga tajovuz qilishi bo'ldi. Uyg'urlar bir yerda sal qarilib qoldi. Hozir Uyg'urlar to'g'ri qilsaqmi, xatarga qulqanch xo'shaqmaydi. Lekin bu ish vaqtliq, bu to'g'riq men oxirida sal to'xtalaman.
vaqtliq ish. Ana shunday bo'lsa-mu, bu qitim odamniki ko'ngli bak yerim qilgan vaqt bir ish endi. Uyg'urlarga biz ojiz, dunyoga bak ko'p ish qilib bermaganmiz. Ashta bo'lg'achqa dunyo bak e'tibor qilmasa-mu, unga biroz kunib qolgan. Bizniki dunyoga bir degan narsamiz bo'lmaganligi uchun. Endi Ukraina sal o'xshamaydi. Ukraina Yevropadagi hali cho'ng kuch davlatlarning birisi. Aşnağımı hamda 40 yılın aşlam Rusya tecavüz qilib kirdi umumyüzlük. Hamma yerlariga tecavüz qilib bombardıman qilishdan boshlab. Bunun qarta Amerika va Yevropa bir qattiq tadbir qo'llanmadi. Hozir qandaqdi iqtisodiyotni embargo qilish, bu to'g'ri qilishni deyishyotdi. Lekin bu narsalarga umid hech qanday unum bergani yo'q. Orliqda Xitoymi Ruslar bilan hamkorlashib, Olimpik jarayonida Putin Xitoyga keldi, bular bir narsani deyishgan. Hozir shuni to'g'rilikmi endi Xitoyniki Putinniki bu harakatini qo'llaydiganligini ifodaganligini aytdi. Aniq bo'lyotdi. Ish qilib dunyoni qaritib qo'yib turib, bu ishlar yuz beryotdi. Hozir endi fuqarolarniki o'lim videolari bu narsalarni o'tirib chiqyapti. Ashta boshqa odam so'zlab bergan bo'lmaydigan, tushundagi bo'lmaydigan dunyoda mustaq bir adolatsizlik mushundoq avjib ketsa-mu, dunyo boshqa dunyodagi boshqa ellar, kuchli ellar bo'libmi, tadbir qo'llanmay qarab turib qolarmi degan bir nuqtadan bizningki ko'nglimiz, Uyg'urlarning ko'ngli intayin g'ash bo'lyotdi. Meniki shundoq bu bir qancha kun yo'q o'zimniki ro'yi oltinni qanday tushansam bo'ldi deb ko'p tirishib baqdim men. Qaysiyatni tushansam bo'ldi deb o'zimning ko'nglimni intayin bir xil murakkab holatda. Bo'libmi shu Amerika va Yevropadagi solchilar bu qatim intayin cho'ng ojizlikni namoyon qildi. Ba'zi nimada Yevropa birligida Rossiyaga bir xil iqtisodiyotni embargo qilishda SWIFT degan bir sistem bor, xalqaro pul muomalasida ishlatadigan. Bu nima desanglar, dunyodagi nurg'un savdolar dollarni vasita qilgan. Shu dollar orqali bo'ladi, bu dollar orqali bo'lgan vasita shu SWIFT degan bir organ orqali bo'ladi endi. Bu qatim Yevropa birligida o'tirib tushgan bir taklif Rossiyani shu SWIFT sistemasidan chiqarib etayli. Ashta qilsak Ruslar hech qanday yerdan hech qanday pul o'tkazmaydi. Ashta bilan ularni iqtisodiyotini gelini bo'g'ib to'tib qolaymiz degan narsa o'tirib tushgan. Mush ish maqmadi. Buni qo'llaganlar shu sharqiy Yevropadagi kichik ellar, shu Ukraina bilan tutishadigan chegirdosh ellarning bir qismlari bularni qo'lladi. Lekin Germaniya, Italiya, Ispaniya, Cyprus qatorliq ellar bunga qarshi turdi. Aşıncılık bir kichkina ishni qilolmaydi Yevropa. Endi Amerikadami hozir bir qism embargoni yurgizimiz bu deb ashta qilyotdi, lekin bu Ruslarga jiniga tekkidek darajada zarba beradigan embargo bostiri emas. Tunki yig'inlarda muxbirlar Biden vaqtida savol so'radi, sizning mashg'ulotni qatqadan unum beramdi desa, uni qarab turaylik, keyinchi unum beradi deydi. Hozirgi gap keyingi hisob to'g'an chog'da soat to'g'an vaqtida bo'ldigan ziyoning hammasi bu bo'ldigan gap. Ajoyib ishlar yuz beryapti. Halbuki burun biz tasavvur qilolmaydigan ishlar yuz beryapti hozir. Adolatsizlik jihatda. Ashta bo'g'ashqa hozir Xitoylarniki intayin eg'ir qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlar ko'nglimiz intayin g'ash bir xil holatga kirib qoldik hozir. Bu qatim pash bo'lgan yana bir narsa, bu nimishkin shu Xitoyni tushunishga kelgan chog'da bu dunyo ajoyib dotliq qilyotdi. Ajoyib dotliq qilyotdi. Toki o'tgan yilniki 12-oygachilik Amerika Xitoyga harbiy jihatdagi bir qism axborotlarni ta'minlabdi ekan. Shu Ruslar to'g'riliq, Ukraina to'g'riliq bu narsalarni. Hozir pash bo'lishicha Xitoy bu Amerika bergan axborot uchurlarini, ma'lumotlarini Rusga beribdi, Putinga. Mushundaq sharmandachilik rolini o'ynayotdi Xitoy. Buningga yana Amerika va dunyo xalq chidab ketyapti hozir. Ajoyib ishlar bor. Ondan keyin men o'tgan qatimliq videoda dedim, Biden hatto bir necha qatim Xitoyga yolvuryapti.
sizlar ruslarga bo'lgan ta'sir kuchinglardan foydalanib Rossiyani to'ssanglar Ukrainaga kirimiz bo'ldi deb. Emniyeti bo'lsa Xitoy ruslarga qarshi Amerika tarafdan turib gap qilish emas. Haqidagi Amerika ta'minlagan axborot ma'lumotlarini ruslarga berib, ruslar bilan bir maydonda aşı yo'lni tutyotdi. Her qatim dünya diqqatini Xitoyga jiqqan vaqtida dunyoda cho'qim bir ish yuz berdi. Hozir bu qatim yuz bergan ishni Xitoyning qo'li bor. Hozir shu Putinni kuch ko'tib qo'llab hatto mush qatim Beijing kelgan vaqtida xili cho'ng iqtisodiy kelishim tuzgan bo'la. Amerika Xitoydan ruslarga pul beradigan ishlar, savdo ishlarida. Ashta bu boshqa bu shundoq bir murakkab ishlar bor. Bu jihatda dunyo yana bakdotlik qilyotdi. Bizni qiynayotgan ahvollarniki birisi shu. Mushu necha kundan yaqin endi Trump bu Ruslar Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Xitoy Tayvanga tajovuz qilish mumkin degan narsalarni o'tirib qo'yotdi. Bu qanchalik darajada rasional bo'ladi biz bilmaymiz. Endi ashtaq gaplar o'tirib chiqdi herhalde. Endi xabarimizda bor oldingi prezident davrida Xitoy, Shimoliy Koreya, Rossiya, İran hammasi intayin jimib ketgan. Trumpga yomon ko'zlarni qarayamaydigan darajaga kelib qolgan. Ammo yangi Amerika hukumati chiqqandan keyin ishlar ajoyib o'zgarib ketdi. Afg'onistonda chekinishda bir rasvochilik bo'ldi. Undan keyin hatto shu kundagi chiqayotgan bir gap nima desanglar, Amerikadagi muhitni yaxshilashga mas'ul bo'layotgan John Kerry degan odam da tunugun muxbirlarga nima deydi desanglar, men Putinniki hozirgi qilayotgan bu harbiy harakatlar bilan oldirashib ketib, muhitni saqlashga bo'lgan diqqatini chekayotmasligini umid qilaman deyapti. Maqrab qilgan. Amerika mushtaq bir holatga kelib qoldi hozir. Ajoyib ahmoqona odam o'zini quydiga topolmay qoldi buna gaplarni anglasa. Ashta bir gaplar bo'lyapti. Bu qitimki Ukraina Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish ishida Amerikaniki sodir qilgan intayin ig'ir strategiyalik xatoligi bor. Bu nima desanglar, oldingi prezident vaqtida Ukrainaniki Germaniyaga opirdigan bir tabiiy gaz trubasi bor edi. Bu trubasini boshlab xili puturib bo'lay degan, endi Germaniyaga yaqin berib qolgan chog'da oldingi prezident to'xtatib qo'ygan buni. To'xtatib qo'yib, nimaga Germaniyaga intayin qattiq norozilik bildirib, biz sizlarni Ruslarga qarshi mudofaa qildik ekanmiz. Nurg'un pul xarjlab. Amaliyotda xabarlarda bor, NATO amaliyotda shu Yevropaniki Ruslarga qarshi vujudga keltirgan bir harbiy hamkorlik tashkiloti NATO degan. Shunga oldingi prezident aytdi, biz sizlarni Ruslarga qarshi sizlarni mudofaa qildik ekanmiz. Sizlar bo'lsa necha 10 milliard dollarni har yili ruslarga berib, ulardan may sotib oldi ekansizlar. Mushtam ish bo'lamdi deb birsi gaz turbasini qurilishini to'xtatib etgan Amerika. To'xtatib etgan andan Germaniyadami necha 10 ming askarlarini qaytarib kelgan. Bunda qilsanglar biz sizlarni qo'g'damaymiz, o'zingizdan qo'g'danglar. Biz sizlarni qo'g'dab sizlar Rossiyani samirtib ekansizlar deb ashta qishlarni qilgan. Ammo Amerikadagi yangi prezident chiqqandan keyin birinchi bir necha kun ichida qilgan ishi Kanadadan Amerikaga neft o'tkazadigan turbularni to'xtatib etdi, ishni to'xtatib etdi. Uni butlay to'xtatib etib, Ruslarniki Germaniyaga olib boradigan Nord Stream 2 degan tabiiy gaz turbasini yasashga yo'l qo'ydi. Ashning bilan Ruslar samirdi. İqtisadi jihatdan Amerikaniki aslida Amerika neft gaz jihatda o'z-o'zini ta'minlab, eshinib
dunyoga neft gaz chiqarish holatiga kelib bo'lgan. U ishlar butunlay o'zgarib, Amerika bir qism maylarni Rossiyadan akirishga boshladi o'tgan yildan boshlab. Amerika Rossiyani samirtishga boshladi. Nashat qanchaqlar. Ashta qilib bu ishlar ajoyib ruslar uchun foydali, Amerika va dunyo uchun ziyonli mana bir holat shakllanib, shunga o'tgan yildan boshlab maylarning bahosini o'sib ketdi. Amerikada dahshat o'sib ketdi. Butun dunyo miqyosida pul paxolligi yuz berdi. Iqtisod nacharlashib qarab mangdi. Mushlar ishlar bo'layotgan. Hozir hamda Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilish bilan bu ishlarniki darajasi texmi yuqorilab menyapti hozir. Ajoyib ishlar bo'ldi. Oldingi prezident vaqtida bir ton mayniki bahası 40 dolardan uçup ketken, hazır 100 dolardan eşip ketipti. May bahası üsüp ketdi. Onu maşına aydaydigan kırındaşlarının hemisi iskıvatılı dep oylayman. Endi bu iş başlanğandan keyin Xitoy hazır naydı kuranlap Xitoyniki medialarda dastlabda Ukrainaniki poytaxti Kiyevni Ruslar 2 soatning ichida besib oladi degan farazlarni o'tirib qo'yibdi ekan Xitoydagi ba'zi medialar. Ba'zilari 7 soatda egallab bo'ladi, butlay bo'ladi dedi ekan. Hozir endi bu urush boshlanib 1,5 kundek bo'ldi hozir. Lekin Rossiya Kiyevni ololmadi. Ukrainaniki poytaxtni ololmadi. Hozir bugundan boshlab bu urush maydonlarida cho'ng o'zgarish bo'lyotdi. Bulupmu Ukrainaniki o'zini mudofaa qilish iqtidori dunyoni xili angtan qoldi hozir. Ukrainaniki prezidenti oilasi bo'yicha o'ziniki poytaxti Kiyev shahrida turaverdi, bular qochmadi. Turaverib, ashada turib, yana butun ishlarga qo'mondonlik qilyotdi. Butun xalqni öz dövlətini müdafiə qilishga chaqirib degandek ishlarni qilyotdi. Buniki ijobiy roli bek cho'ng bo'ldi. Ondan keyin xalq intayin tartiblik. Ukrainaniki poytaxti Kiyevdan hozir 100 mingdek ayollar va bolalarni boshqa yerlarga yo'tkab ketibdi. U yerni portlatib qolsa xalqniki jini ziyon uchrab ketmasin deb bu ishlar intayin tartiblik bo'lyapti. Saqchilarmı, hech qanday saqchilar keçip qolgan ish yo'q. Bular shu bombalar tushayotgan shaharlardami, yana shaharlarni razvodka qilib, tekshirib, o'zlarining xizmatlarini davomlashtiryotdi. Ondan keyin Ukraina xalqininki mutlaq ko'p qismi yana o'zining uyida turyotdi hozir. Ular u bizga qochgan ahvol yo'q, uyda turyapti. Ondan keyin poytaxtniki bir muhim bir ko'rigi bor ekan. Bu ko'rikni Ukraina armiyaları saqlab qoldi, müdafiə qilib. Bu yerga yaqin bir aydırım bor ekan. Bu aydırımını Ruslar 2 qatim evapti ekan. Ukraina askarlari 2 qatim yine qaytarib oldi. Hozir u Ukrainaning qo'lida. Ondan keyin bugungi xabarga asoslangan chaqda Ruslarniki harbiy aeroplanlari, tez uchadigan harbiy aeroplanlardan 7 aeroplanni etib tushirilibdi. Ondan keyin 5 tak tik uçar aeroplan etib tushirilibdi. Ukrainaniki havo armiyasiniki soni 30 mingdan oshadi ekan. Ondan keyin 225 harbiy aeroplanlari bor ekan. Bular hozir qadar ishga tushmabdi, salab turib o'tibdi. Hozir mixil harbiy kuchi bor ekan. Ondan keyin Amerika, Angliya qatorliq ellar Ukrainaga harbiy ma'lumot axborot uchurlari jihatdan yordam qilyotdi. Abaydan deganimdek Ruslar eng dastlablamkin Ukrainaniki xabarlashish internet yo'llarini butunlay buzib etdi. Tor hujumi boshlab. Hatta boshqa harbiy qo'mondon markazlarimi palak chiqib qolgan. Lekin hozir endi Amerika, Angliya yordam berib bu jihatda yordam qildiribdi. Amerikadan Ukrainaga bergan bir xil tank atadigan qurol bor ekan, mana Murusida tuttirib atadigan. Bu intayin esil qurol ekan. Buni atgan chaqda undan chiqqan bomba nihoyatda past uchdi ekan dastlabda. Past uchqashqa bu radarlarga tushmaydi ekan.
bombani kiyotganligi. Andan keyin tankga yaqin ekanda osmonga ketib, ustidan tushib, pastga tushib ekan. Ashta qilgan vaqtida bir pay o'qilalagan bir tankni butunlay vayron qilib ekan. Kichik odamlarni hammasini o'ldirib degandek. Ashta qilib yurib, hozir Ukrainadagi sharqiy oldingi sepida Ruslarniki tanklardan necha 10ni parchalab tashlabdi Ukraina armiyalari. Endi bu qatim ko'rishda Putin Xi Jinpingni o'ziniki urush kemasiga chiqarib oldi. Hammamizning xabarda bor. Bulardagi yaqinda bir birlashma bayonot e'lon qilgan. Hozirmi Xitoy ruslar tarafida turib, bu qatimki urushnimi tajovuz urushi deb atamadi, Xitoy qattiq atamadi. Muxbirlar yig'inda nayt keskin savollarni so'rasa, Xitoylar so'z o'yini o'ynab, bevosita javob bermay, aniq javob bermay, o'zini qochirib yuribdi. Ishqilib, ba'zi davlatlarning amaldorlari hozir shu urush boshlashdan burilish deyishga boshlagan. Agar Putin Ukrainaga hujum boshlasa, xalqaro Xitoyni jazolash kerak deb. Bu ishlarning oxirida Xitoy bo'lganligi uchun degan hozir endi mushkaplar yana xil ko'p o'tirib chiqyapti. Endi mushtaqbir tajovuzchi urushi bo'lgan vaqtida ikki omil intayin muhim rol o'ynaydi. Birisi moddiy mablag', moddiy manba. Bular masalan harbiy qurol, askar soni, askarlarniki chiniqish, tarbiyalanish ahvoli, orqa saf ishlari qatorlarni o'z ichiga oladi. Moddiy mablag', moddiy manba. Ikkinchisi iroda. Hozirgi umumiylik ahvoldan qaraydigan bo'lsak, moddiy mablag' jihatlarda Ruslarning ustida turadigan taraflari bor. U nima degan chaqda Ruslarniki qurollari Ukrainaga qaraganda ilg'or, ko'p. Ondan keyin harbiylarimiz ko'p albatta degandek Ruslarniki 900 ming askari bor. Ukrainaniki 360 ming askari bor ekan. Bu jihatda Ruslar ustun o'rin turdi. Lekin orqa saf xizmatlari jihatga kelgan chaqda hargiz Ukrainaga yetmaydi. Bu yerda Ruslar tajovuzchi haqlarning davlatiga kirdi. Qolganlar o'zining davlatida ishda boshqa Ukrainaniki butun xalqi Ukraina askarlarini qo'llaydi, yordam qiladi. Ruslarning bo'lsa uni emas. Tunugin Ruslarniki nurg'un shaharlarda, cho'ng shaharlarda namoyish bo'lib ketdi. Uning ichidagi eng cho'ng namoyish bo'lgan yer Moskva. Moskvada tunugin bir kun ichida 900 dak odamlarni qo'lg'apti. Rus hukumati nimaga chiqqan, namoyish chiqqanlarni. Demak, Ukrainaliklar Ukrainani qo'llab chiqyapti, Ruslarni Ukrainani qo'llab chiqyapti buni aytgan chaqda. Buniki Ruslarniki askarlarining irodasiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri intayin kuchli bo'ladi. Shuning bu jihatda Ukraina Ruslardan ustungi o'rinda turadi. Lekin yana bir narsa, Ukrainaniki nüfus soni 45 milyon. Yer zemini Amerika'niki Texas ştatida keldiken, endi 45 milyon nüfusu var bir devletke 190 ming askar bilan kirdi degan taqdirdimi, uni saqlab qilish ancha oson emas. Faraz qilib basani bo'ladi. Gerçi Ukrainaniki askar soni, hozirgi askar soni oz bo'lgan bilan, agar qurol bersa 45 milyon adamlardan kam deganda 10 milyondak adamlar qurol ko'tarib berib urush qila oladi deganga. Ashta boshqa bu jihatda dastlabda to'g'ri mo'ljallashlar bo'lmagan, hozir endi ko'rilyapti bu ahvollar. Ashta boshqa Ruslarniki aslidagi nayt tez suratda butun Ukrainani besib olish ham xiyoli amalga oshmaydi hozir qadar, oshmasligi mumkin. Endi Putin'niki maqsadi oldi bilan shu Ukrainaniki davlat hokimiyatini og'dirib, yangidan hokimiyat qurib, u yerga butunlay o'zini qo'llaydigan qo'rchoqlarni chiqarib qo'yish. Bu asli uniki asli plani. Bu jihat ishlarni amalga oshirish biroz qiyin. Nimishqa degan chaqda Ukraina bir demokratik davlat. Agar yangidan amallarni o'tirg'i chiqadi, Rossiyaning qo'rchoqlarini o'tirg'i chiqadi degan taqdirdami, agar tuzumni o'zgartmasa, demokratiyalik tuzumdan bir diktatorlik tuzumga o'zgartmasa, xuddi Xitoy Rossiyaga o'xshash. U yangi chiqqan amaldorlarniki u yerda tura olishi mumkin emas.
bir qatim saylan bo'lsa xalq ularni yana ag'dirib o'tadi. Ishqilib nurg'un ishlar burungi o'ylagandek unda oddiy emas. Ukrainami Ruslarning qulig'iga tushib ketadigandak emas. Agar Ruslar ya'ni egallab olib bir mazgil tudi degan taqdirdami, hozir butun xalqaradan yurgizayotgan iqtisodiy embargolar rasmiy yo'lga qo'yilsa, Ruslarniki gilisi siqilsa, u chog'da Rossiyadagi xalqning turmushi nacharlashib, u yerdagi xalqning qarshiligi bag'ansi kuchayib mongadi. Ruslarniki Ukrainada uzun muddat tura olishi notayin. Shunga garchi hozir biz hammamizniki ko'ngli bak yerim, ashtaq bo'lsa-mu, agar oldimizga manzilga qaragan vaqtida yana biz umidvor bo'lsak bo'ladi deb men shunday o'ylayman. Umumiy manzara hozirgi shundoq ashta bo'lg'achqa bu qatimki shu Ukrainaga tajovuz qilish sababidan Rossiya hukumati ag'darilib tushishi mumkin degan farazma bor. Putinniki ag'darilib ketishi mumkin degan. Hozir davlat ichidagi Putinga qarshi ovozlar intayin kuchli hozir. Shuningga ergishib bu qatimki bu tajovuz urushiniki Xitoy ko'rsatgan ta'siri cho'ng. Gerçi hozir Xitoy Ruslar bilan birlashib olganda qilgan bilan agar butun dunyo Ruslarga iqtisodiy jihatdan embargo yurgizsa, undan keyin Xitoyga yurgizish mumkin. Ashta bo'lgan chog'da Xitoyda bu hozir ig'ir iqtisodiy krizis bor. Agar bu krizis ig'irlashsa, Xi Jinpingga qarshi Xitoydagi kuchlar muhtaximi kuchayib, Xi Jinpingniki bu yil huquqda davomli o'tirishi cho'ng masala bo'lib qoladi. Xitoy hukumati mag'lub bo'lishi mumkin. Şuna bu hozirgi bo'layotgan ishlarniki ijobiy taraflari buni tilg'ab qo'ydim. Tunugun Twitter'ga bir uchur chiqdi, bir Ukrainadagi bir 80 yoshlik bo'g'ay menga qurol bersanglar, men askar bo'ldim deb askarlarni izlab borganlik ahvoli ashta bir rasmiy chiqdi, xabar chiqdi. Ishqilib Ukrainada hozir qo'li qurol olib vatanni qo'g'daymiz deganlar intayin ko'p o'tirib chiqyotidi. Albatta men degandek xalq intayin tartiblik, hech qanday qalamqonchilik yo'q o'sha bir holatda. Shunga hozir Amerikadami Ukrainani ko'plagan harbiy qurol bilan ta'minlash ovozi xil kuchli chiqyotidi. O'sha qurollarni ta'minlasa Amerika, Yevropa birliklari Ukrainaniki o'zini qo'llab qilish qobiliyati butunlay bor deb o'ylasak bo'ladi deb o'ylayman. Anadaki Ukrainaniki janubidagi bir kichik orol bor ekan. Uningda 13 tak Ukrainaning askarlari bor ekandiq. Ruslar ularga propozitsiya qildi, dastlab kelib qurollarni tashlanglar, taslim bo'linglar, bo'lmasa biz portlatamiz deb ashta degan chog'da bu askarlar ularga javoban intayin sat gap bilan tiladi. F so'zini ishlatib tillab javob qaytardi. Shuning bilan Ruslar bu orolni bombardimon qilib 13 askar şu yerda vafot bo'ldi. Ishqilib bo'lki Ukrainaliklar bu askarlari ifodalagan jasorat, g'ayrat, o'limdan qo'rqmaslik ro'yimi dunyoni ta'sirlantirdi hali. Endi albattaki bu qatimmish fursatdan foydalanib Xitoy Tayvanga hujum qilishi mumkinmi degan bir savol bor. Yaqında Xitoyniki Tayvan bo'g'izidagi Tayvanning havo tavalligida o'ziniki harbiy aeroplanlarni uchirib yurish ahvollari ham kuchayib ketdi yaqinda yoqi. Kuchayib ketdi, lekin hujum qilish ehtimoli cho'ng emas. Ikki sabab bor. Birisi hozir Xi Jinping uchun bu yil 11-oyda ochiladigan qurultayda 10-oydami qayta saylanib tutish bu eng muhim ish Tayvanni elish qaragan chog'da. Şuna darhal Tayvan hücum qilmaydi deb o'ylayman. Ikkinchi, Tayvanga Xitoy hücum qilsa hargiz Rossiya bilan Ukraina o'tirsa bo'lganda ish yuz bermaydi. Tayvan harbiy jihatdan intayin kuchlik. Undan boshqa yaqinda Yaponiya Tayvanga qilingan har qanday hücum bizga qilingan hücum bo'lib hisoblanadi. Agar birasi Tayvanga chaqirsa biz buni o'tirib tushishimiz Tayvan qo'llash uchun degan gapni dedi. Lekin Amerika bilan Yaponiya o'tirsada Yaponiyaning qo'g'dash kelishimi bor. Ashta bo'g'ashqa agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Yapon unga qarshi urush tushadi, andiki Amerika Yaponni qo'g'dashga tushadi, albatta Tayvanni qo'g'daydi. Ashta bo'g'ashqa hozir Hindiston, Avstraliya,
Yine köp devletler var. Tayvan'ı qo'daymiz deb shu yerga harbiy paraxodlarni olib kirib tayyorlab turgan. Aslida bu boshqa Xitoyning yengilishini atayin. Yengilish natayin agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, Xitoyniki hozirgi kompartiya hokimiyati ag'diriladi. Men ashta deb tushunaman. Shunga bu urush asosan yuz bermaydi deb o'ylayman. Bu qitimki bu Rossiya Ukraina urushiniki yana bir ijobiy tarafi Xitoyniki abdi basharsiniki dunyoga yana bir qitim kuchli darajada namoyon bo'lishi bo'ldi. Uyg'ur qirg'inchiligi, Hong Kong voqeasi va Tayvan andikin olimpik musobaqasi qatorliq bir qator ishlarda Xitoyniki abdi basharisi dunyoga yaxshi oshkorlangan. Bununda Uyg'urlarniki beshigan irqiy qirg'inchilik eng chong rol o'ynaydi aslida. Nurg'un obdan bilgandi. Maqatim endi dunyo Xitoyni yana bir qatim bildi. Bular Xi Jinping Putin bilan bir kemiga chiqib olgandan keyin. Shunga bu yana bir ijobiy tarafi. Hozir endi Xitoyda huquq kurashi intayin keskin bo'lyotidi. Hozir Xi Jinpingni qo'llaydiganlar asosan tuvandagi kadrlarchida qo'llaydiganlar ko'proq ekan. Ondan keyin chiqib Xi Jinping tarafda turadiganlarning hammasi ancha yaxshi o'qimagan amaldorlar. Yaxshi o'qigan amaldorlar andan keyin burunqi ikkinchi qizil avlod deb qo'ydi. Burunqi rahbarlarningki farzandlari degandaklarning ichida Xi Jinpingga qarshi kuch intayin kuchlik, ba'zi kuchib mengyotidi. Bu ziddiyat hozir Xitoyda bek keskin. Yaqindan bu yoqqa 8 bal tuqqan bo'ynida zanjir bor ayolniki ishlari texmi ko'p kengaydi Xitoyning ichida. Hozir Xitoy tashrish umiga avatib yolg'ondan qandaqdi bu ishlarni pash qilgan masalalarni tekshirmay, shu masalalarni pash qilgan odamlarni tekshirib tutib yu degandek bu shu degan nayiga Nayının etrafı bütünlüğü tosak tam yasap, yani tosuk halan kirgizmeyi degene işlerini kıvatıdı. Aşındaqtı mı, muştunga egişip, Xitay'niki yani bir kısım poqları çulup çıktı hazır. Onu mu desanlar, şu Şiru'niki bazı kentleri, hazır resmi Xitay'larniki iptidai devirde gidek, bir xil kabile tüzümüde menvatqandek ahval bakken, eğir. Mesela şu bir kentniki kadrlarının 40%'dek kadrlarının hemsiniki familisi, isim familisi o'xshashgan. Nasıl kadar tuqqanlar degan gapda. Andaki o yerda yiliga bir qatim shu qabilaniki yig'ilishi bor ekan. Xuddi bir qurultaychi ochgandek. O'zining ishlarini o'zi bir taraf qildigan. Ashta boshqa sirklarning tish patmaydi ekan bu yerga. Alqi sirtdan ayollarni eng ko'p setib olib akirayotgan bir kentandi. Ajoyib ishlar bor ekan. Hozir shu Xitoydagi yana bir umumiylik ahvol nima desa, markazniki tuvanga tish patmaydigan ahvol intayin og'ir ekan. Hamma yerda. Maqatim shu bo'ynida zanjir bor ayolning ishi bilan bu ishlar biroz cho'g'ilib chiqdi o'tirg'a. Qisqasi bu qatimki Rossiya Ukraina urushi, Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzı mu Xitoyga naydi cho'ng ziyon akilishi mumkin. Patiqanda. Andan keyin Uyg'urlar haqida bu yaqinda chiqqan yana bir cho'ng xabar. BDT'niki kishilik huquqi mas'ul amaldori Sharq Turkistonni ziyorat qilish gapi o'tirib chiqdi. Bununla Xitoy agar kelsa mayli, lekin bu bir ziyorat tashirishga kelsa yo'l qo'ymaymiz degan narsani o'tirib chiqadi. Bu gap hozirmi kuchlik. BDT'niki kishilik huquqiga mas'ul odam Sharq Turkistonga berish mumkin. Ziyorat qilg'ili. Hargiz tashkil emas. Ziyorat qilg'ili bo'lsa, bu biz uchun cho'ng ziyon, hech qanday ijobiy tarafi yo'q. Shunga men bu to'g'riliq to'xtamay Twitter'dan bir narsa yozyapman. Chet eldagi butun faoliyat olib borayotgan tashkilotlarga deydigan tashabbusim shu. Biz uchun hozirgi birinchi darajalik muhim vazifa BDT yoki boshqa xalqaro organlarning Sharq Turkistonga tekshirish umiga avatib, u yerni tekshirish.
Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qiyinchilikni to'xtatish, mushtaq ishni qildirish. Endi buniki qanchalik cho'ng unum bo'ldi bilmaymiz. Lekin boshqa ishlarniki roli yo'q ancha. Bizning vatandagi qirg'inchilik ketaveryapti. Bu qatim Chag'an bayram bilan Uyg'urlarning nima kunlarni ko'rganligini hammamiz ko'rdik videolarda. Hozir Sharq Turkistondagi Uyg'ur jamiyatida Uyg'urlikni ko'rgili bo'lmaydi. Butunlay yo'qolib ketdi. Bütün Xitoyniki madaniyat narsaning hammasini Uyg'urlarga majbur tengib, ajoyib bir ish bo'ldi bu yil. Yaqinqi yillarda bo'lib boqmagan ish bo'ldi. Mana bo'lg'achqa bu ishni to'xtatish bo'libmi mening farzimcha har kuni necha 10 minglagan Uyg'urlar o'lib ketyapti hozir. Xitoyniki bu necha million Uyg'urlarni suvlashidagi maqsad hargiz ularni saqlab qilish emas. Ashta qiynab o'ltirib tutish. Bo'libmi hozir bundan keyin Uyg'urlarniki sarxillarga bo'lgan ziyon bak ko'p bo'ladi. Bo'lyapti hozirmi? Ondan keyin yaqinga chiqqan gaplar shu Xitoyniki turma lagerlarida qo'g'dichi bo'lib ishlagan Uyg'urlarni bir tarafga o'tish ishlari boshlanib bo'ldi hozir. Ashta boshqa agar bir tekshirish umiga berib Xitoyni to'xtatmasa Xitoy to'xtamaydi. Bütün işlerini plan boyunca hep aktivatı da ola hazır. Şu an müşkepni emir ta'kidlab qo'yay dedim. Lekin shu o'tgan yilning oxirlarida bo'lgan yana bir ish boti. BDT Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosat haqida bir doklad tayyorlagan. Zodi ish nadan nakachilik. O'tgan yilning oxirlari bitib bo'lgan bu doklad. Lekin bu doklad qat'iy e'lon qilinmadi. Hozir qadar e'lon qilinmadi. Endi bu BDTniki shu kishilik huquqiga mas'ul bir yuqori darajalik bir boshlig'i bor ekan, Michel Bachelet deydi bir xonim. Bu dokladni hozir endi e'lon qilish to'g'riliq xalqarada biroz besim ishlatyapti, lekin bu o'tirib chiqmayapti. Mana shu kun ichida Twitterga chiqqan bir uchur bu xutun intayin Xitoy parasga. Xitoy paraskan High Commissioner degan inglizcha. Xitoy paraskan Xitoy bilan ishga jihatdan kelishib olgan ishlar bor ekan. Bu dokladning o'tirib chiqmayotganligining sababi shu. Bu dokladning oxirgi taqdiri qanday bo'ldi bilmaymiz. Mushtaq bir ahvol mavjud hozir. Bu yaqinda bo'lgan yana bir voqea o'tganda Sri Lankada tug'ilgan Kanadalik bir kishi bor. Chamas Pali Hapitiya deydi. Bu odam Uyg'urlarniki zulmiga hech kim parvo qilmaydi degan bir gapni deb qo'yib, xalcho'ng ishlarni ko'rgan. Bu odam yaqinda Virgin Galactic degan bir raketa yasaydigan olamga sayohat ishlarini qilmoqchi bo'lgan xuddi Elon Musk o'xshash bir cho'ng shirkat bor, Virgin Galactic degan. Shu shirkatniki direktorlar gruppasining a'zosi ekan. Bu odam yaqinda shundan istifa berdi. Bu muallaqi Uyg'urlar haqida gapni deb qo'yganlarning sababi endi. Qahla uni bilan bir to'p ishlashni xohlamay, shuning bilan ayadimmi chekinib istifa berishga majbur bo'ldi. Bu bir xabar bo'ldi yaqinda. Ondan keyin hozir xalqarada Xitoy virusiniki Wuhandan chiqqanligi haqidagi so'zlar bag'ansir kuchayib menyapti. Bu ish to'xtamadi. Yaqindagi boshqa voqealar, bu ishlar ko'p bo'lib ketganligi, ondan keyin solchilarniki ojizligi, Xitoyga yaqinligi, mushu sabab tufaylidan bu ish biroz besilib qolgan. Lekin hozir endi Xitoy virusi bilan o'lib ketganlarning soni hozir 6 million, bilishimcha 6 millionga yaqin bo'ldi. Dunyoga kelgan ziyon bak cho'ng. Ashta bo'g'ashqa endi Xitoy xalqaroniki biroz vaqti chiqqan vaqtida yine diqqatni bu ishga biroz burashqa boshladi hozir. Bu Wuhandan chiqqan deb. Ehtimol Xudoyim bursa buni keyin rasmiy holda Xitoyga otib, Xitoy virusini ularni to'ltadigan ishlar bo'lishi mumkin. Ashta bo'lsa Xitoyning iqtisodiy yana bir qatim cho'ng vayronlikqa uchraydi. Uyg'urlarga fursat keladi.
bu haftada vatandan ancha xabar kelmedi. Seyşembe günü ki Uyghur Axborot Merkezi'ndeki videosida oldingi 2 haftada kelgan xabarlarni xuloslab shu haftaning 2 kunidagi seshanba kunidagi xabarda bergan. Bu video Uyg'urlar chet eldagi qarindoshlar tarafidan qarshi olindi. Unda deyishimga sabab mush bir videoni ko'rganlarning soni odatdagi normalniy songa qaraganda 5 hassadan ko'p eshib ketdi. Demak, chet eldagi qarindoshlarniki hozir vatanning ishiga naqadar ko'ngil bo'layotganligini ko'rsatdi. Qanchalik taqozo vatanning shu o'zini tuqqanlari, uydagilar bilan ko'rishish yoki aloqalashish mushtaq bir fursatning kelishiga naqadar taqozoligini ko'rib olgan bo'ladi. Shunga men biroz hayron qoldim. Mush bir videoni ko'rganlarning soni favqulodda ko'p bo'ldi. Lekin bu hafta boshqa uchur kelmadi bizga, menga mashunaq. Shunga vatanniki yaqingi ahvoli qanday bo'lyotdi, toz belgili bo'lmaydi. Albatta Xitoy chet eldan ziyoratga kelganlarning ko'zini bo'yashga jiddiy tayyorlik qilyotdi. Buni men o'zimning yaqinlarimga da'vatman. Mush ishni xalqaroniki diqqatiga davomli sunib turishimiz kerak deb. Bu bek muhim. Ondan keyin yaqinqi yana bir cho'ng xabar 21 kuni xalqaro ona tili bayram kunida mushunga ulgutib Uyghur Project Fondi tashabbus qilib va iqtisodiy chiqimlarni chiqarib Abdulla Ayıp inimiz 2 yildak tayyorlik qilib qaytadan tayyorlagan Uyghur Elifba kitobi nashrdan chiqdi. 1000 dona besildi. Bu kitob Turkiyada tarqatilishga boshladi. Boshqa yerlarga hozir aloqalashayotdi. Maktablar, Uyghur ona tili maktablari. Shunga bu bir xush xabar. Bu kitob nihoyatda sifatli chiqdi. Resim, husn xat hamma narsalarni biz kasb ahlilariga qaytadan sizdirib, ana esil chiqdi. Bo'lsa kichik bolalar va ota-onalar bu kitobdan foydalanishni unutib qolmanglar. Ondan keyin yaqinda yana bir xabar, men o'tgan qatim videoda degandim, yana bir cho'ng maqola chiqdi deb. 2-oyniki 16-kuni Los Angeles davri gazetiga Uyg'urlar haqida bir maqola chiqdi. Uningda shu Los Angeles rayonida turadigan Uyg'urlar bilan suhbat o'tkazib, shu Uyg'urlarniki Xitoyda o'tkazilgan olimpik musobaqaga qanday qaraydiganligi haqida fikrlarini olgan bir shu asosda chiqqan maqola. O maqolada suhbat o'tkazganlar ichida men bor. Men bilan suhbat o'tkazgan vaqtida hozir Sharqiy Turkistonda 9 milliondek Uyg'ur jamiyatidan yo'qolganligini, Uyg'ur jamiyatining g'oyib bo'lganligini tilga olgan. Mening shu so'zimni aynan naql keltirib bu gazetga bosdi. Los Angeles davri gazeti nihoyatda ta'siri cho'ng bir gazet endi. Yolg'iz Amerikada emas, dunyoda mumkin. Shunga mush bir gapni, mush gap yana bir qatim o'tirib chiqdi endi u bir cho'ng gazetda. Men bu songa o'zim bek ishonaman. Boshqa hech narsaning ham ommalarni unutib qolgan taqdirdami, hozir Sharq Turkistondagi Uyg'ur jamiyatida Uyg'ur nüfusi qaysi darajada azlab ketdi. Ama shundan uzunlik ko'rib olgan bo'ladi. Shunga masalalarning o'tirib chiqishi nihoyatda muhim. Albatta biz o'lganlarni, o'lib ketganlarni tildirib olmaymiz. Lekin hech bo'lmagan chog'da bizniki xalqniki beshiga kelgan ziyonni dunyoga aynan anglitishda bu narsaniki hali cho'ng roli bor endi. Shunga buni tilgab qo'ydim. Menga yaqinda bugun bir uchur kelib qoldi. Amerikada yashayman deyotgan ba'zi kishilar Turkiyadagi ba'zi Uyg'ur qarindoshlarga telefon qilib yoki ovoz ushuri yo'llab biz iqtisodiy qiyinchiligi borlarga yordam qilmoqchi. Shunga o'zingizniki bolasiniki qiyinchilik ahvoli, o'zingizning ahvoli bo'libmi, o'zingizniki shu siyosatlarda qanchalik aktiv mushtat ishlaringizni yezib o'ting, ashjati qancha ko'p ish qilgan bo'lsangiz sizning yordamga erishish ehtimolligingiz shuncha yuqori bo'ladi, biz yordam qilmoqchi degan boshqa bir gaplarni debdi endi. Menga bu gaplarni ba'zi do'stlarim meni diqqatimga sundi. Men ma'ishniki bu ishning ichida yo'q masalan buni deb aytdim. O'tgan yil 11-12 oyda Uyg'ur Project Fondi nomidan men chaqiriq qilib
iqtisodiy qiyinchiligi bor bir qism bo'lib bolalarni o'qitishda ig'ir qiyinchilik duch kelgan oilalarga yordam qilganligimiz to'g'riliq bir ish olib borgan. Asos qilgan ishimiz yordam qiladigan qarindoshlar bilan yordam olg'uchi qarindoshlarni bir-biriga tunishtirib qo'yish ishi bu. Bizniki iltimos qabul qilishimiz o'tgan yil 11-oyda oxirlashgan. Bizga kelgan iltimos qilgan oilalar 25-30 yaqin bor edi. Yordam qildiganlar 17 oilaga yordam qildigan Uyg'urlar chet eldan chiqdi. Shundan buyon biz 17 oilani tanlab, shularga yordam qiluvchilarning pulini yig'ib, u manga keladi har oyda. Yordam qiluvchilarning puli manga keladi, meni bankamga keladi. Men o pulni Turkiyadagi Uyg'ur Yar fondidagi qarindoshlar orqali oilalarga taqsim qilib, taqib, qilib kelyapmiz hozir. Jami 17 oila, bir oilaga yordam qiluvchi qarindoshimiz bevosita o'tadi, qolganlarini mening qo'limdan chiqyapti, qilib beryapti. Shunga har oyda $1700 pul 17 oilaning qo'liga tegyapti. Bu ish oxirlashib bo'lgan shu chaqda. Shunga yaqinda chiqqan bu menga hozir bugungi xabarda ma ishda men yo'q. Buni sizlarga deb qo'ydim. O ishniki zodi nereden nereye kelishlik buni men bilmayman. Shunga agar mana ishlarga duch kelsanglar bo'lsa erkin siddiq bilan bir kurashib qo'ygan bo'lsangiz, sizlarning qilayotgan ishinglarni to'g'riroq danglar, men bilan kurashsin, men ahvolniki nereden kelishini aniqlab boqay. Bu misol biraz endişe qilayotgan qarindoshlar bor ekan, shunga men buni tilg'ab qo'ydim. Endi eng oxirgi bir gap deb qo'ydigan xabaringlarda bor, biz kalnur.com deb chet eldagi Uyg'ur qiz yigitlarni o'zaro tanishtirib qo'ydigan bir tor betini yasab, uni ishga tushirgan. U menga 200 dan ko'pdak Uyg'urlar tizimlatdi u yerda. Yaqında 10 juftlik Uyg'ur yoshlar bizni uchratgan bo'lsangiz, biz tunishib, to'y qilgan bo'lib deb aloqalashibdi. Torbatni boshqargan inimiz bilan. Shunga buni anglab xo'sh bo'ldim. Ishqilib mana bir qurol bor. Endi biz ko'rdik. Bizningki mijozimizning qanday bo'lishi, xalqaroniki Uyg'ur ishiga qanday qarash bilan bek cho'ng munosabatli bo'lib qoldi. O'zimiz ojiz bo'lganlik uchun xalqarodan umid kutib, dunyodagi adolatparvar kishilardan umid kutib, Uyg'urlarning ishini bir hal qilib kelganmikin deb mustaq talmurib yashayapmiz hozir. Lekin bu ishlar davom o'zgarib turyapti. Oxirgi hisobda chet eldagi Uyg'urlar biz o'zimiz saqlab qolmasak bo'lmaydi. Birinchi nuqtadan. Ikkinchidan biz o'zimiz kuchlantirmasak bo'lmaydi. Ojiz millat bo'lib qolishiniki qanday bo'lganligini bu qatim bek obdan ko'rdik. Hozirmi texi Xitoyni to'sib Uyg'urlarni qutuldiramiz degan bir rasmiy tadbir qo'llanilgani yo'q dunyoda. Ashta bo'g'ashqa Xitoy o'zining aslilik planini aynan ijro qilyapti. Bu ish oxirida nagir to'xtaydi. Uyg'urlarning beshi kelgan bu ziyon, irqiy qirg'inchilik nagir to'xtaydi biz bilmaymiz. Qachon to'xtaydi buni bilmaymiz. Ashta ahvol ostida biz yenilamkin chet eldagi Uyg'urlar o'zimizni saqlab qolish va o'zimizni kuchlantirish mush ikki sohadagi ishlarimizni to'xtatmasligimiz kerak. Ashta bo'g'ashqa kalnur.com degan tor betimi shu ishlarning muhim bir qismi. Ashta bo'g'ashqa bundan foydalanishni unutib qolmanglar. Buludi bugungi mening demoqchi bo'lgan gaplarim shunchalik. Kelar qatim ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.